29,5 mingga bir xonali uy ko'rsataman. Galereyka emas, общежитие emas, 2 etajli g'ishtli novostroykani 2-qavatda joylashgan bir xonali uy. Kirishinglar bilan o'ng qo'lingizda o'sha bitta xonasi, koridor orqali o'ng qo'lda oshxona, bu yoqda sanuzel, ko'rayotgan hamma jihozlar qoladi. Kadastr bo'yicha 25,78 kvadrat metr umumiy maydonga ega. Hujjatlari hammasi joyida. Dokumentarli kachollar o'rnatilgan, 100% cho'plik o'tkazilgan. Kvartirani qo'riqlashga to'g'ri keladi. Lokatsiya Yunusobod tumani, Chinobod mahalli, katta ko'chadan 500 metr kirib kelinadi. 2 etajli g'ishtli novostroyka, 2-etajda bir xonali. Kadastr hamma hujjatlari joyida, faqat naqdga sotiladi, srochna.